21-asrda rivojlanish juda ham katta tezlik bilan ketmoqda. Ayrim davlatlar shu darajaga yetganki, ular hozirgi kunda koinotni egallashga harakat qilishyapti. Ammo dunyoning har xil joylarida rivojlanish har xil tezlik bilan ketyapti. Ayrim davlatlar orasidagi farqni bir necha yuz yillar bilan o'lchash mumkin. Bu yerda meni qiziqtiradigan asosiy narsa bu aynan O'zbekistonning rivojlanishi. Birinchidan, men O'zbekistonda tug'ilganman va bu mening vatanim. Ikkinchidan, men doimiy ravishda O'zbekistonda yashab kelaman. Hech kim uchun sir emas, biz rivojlangan davlatlardan ozgina qolib ketganmiz. Eng qizig'i deyarli hamma yo'nalishlarda. Ta'lim, meditsina, koinot, texnologiyalar, sotsial tizimning rivojlanishi va hokazo, va hokazo, va hokazo. Ammo men noshukrlik qilganim yo'q. Shunchaki bor muammolarga ko'zimni yummoqchi emasman. Agar gapirgan gaplarimni yaxshilab o'ylab ko'radigan bo'lsangiz, sizda savol tug'ilishi tabiiy. Qanday qilib bu narsani hal qilsa bo'ladi? Ya'ni rivojlangan davlatlarga biz qanday qilib yetib olishimiz mumkin? Javobi juda oddiy. Ilmiyot. Wikipediyaga qaraganda O'zbekistonning 96.5% aholisi musulmonlar, ya'ni islom dinini qabul qilgan insonlar. Islomning eng asosiy va menimcha unutilgan bilimlaridan biri bu ilm izlash. Taxminan 8-asrning o'rtalaridan 13-asrning yarmigacha bo'lgan davr islom oltin davri deyiladi. Aynan shu paytlarda musulmon ahli ilmiy rivojlanishdan deyarli butun dunyodan oldinda edi. Bizning ota-bobolarimiz qachondir nimanidir qoyillatib qo'ygan degani biz hozir zo'rmiz degani emas. Menimcha biz anchadan beri qo'pol qilayotganda zo'r emasmiz. Sportchilarni inobatga olmaganda, albatta. Lekin tafakkur, ixtirolar va o'ylashga tegishli yo'nalishlarda ancha ortda qolib ketdik. Atrofingizga bir nazar solib ko'ring. Hozirgi biz ishlatadigan zamonaviy ixtirolarning deyarli birortasini biz yaratmaganmiz. Biz faqatgina foydalanuvchimiz. Aynan shu holat biz hozirgi zamonda qaysi pozitsiyada joylashganimizni yaqqol ko'rsatib beradi. Bu muammoni to'g'rilash uchun nazarimda ikkita ishni qilishimiz kerak. Birinchisi, davlat byudjetidan hech bo'lmaganda 1% aynan ilmiyotga yo'naltirilishi kerak. Amerikalik astronavtlar 1969-yilda Oyga uchishgan. 69-yilda 52 yil oldin. Tasavvur qiling. Bizda esa hattoki sun'iy yo'ldosh ham yo'q. Rivojlangan davlatlarning apparaturasi Marsda ilmiy ishlar olib boryapti. Marsda biz esa endigina stratosferaga kamera ko'tardik. Rivojlanishda farq kolossal darajada katta. Hattoki tasavvur qilish ham qiyin. Shuning uchun ilmiyot, meditsina, ta'lim, texnologiyalarga juda ham katta mablag' ajratishimiz kerak. Ikkinchisi, aholining ilmiy savodini oshirish kerak. Bu narsani faqatgina ilmiyotning televizor va internetda propaganda qilish orqali amalga oshirsa bo'ladi. Carl Saganning aytishicha, Amerika aholisining ilmiy savodsizligi 95% ga teng. Ya'ni Amerikaning 95% aholisi ilmiy savodsiz. Amerika, tasavvur qilinglar. Menimcha, agar bizda ham shunaqa statistik ma'lumotlar bo'lganda, bu ko'rsatkichdan ancha yuqori bo'lar edi. Insonlar shu darajada ilmiy savodsizki, ularni har qanday haqiqatdan yiroq bo'lgan firibgarliklar bilan aldash mumkin. Baribir ko'pchilik haqiqiy ilmiy faktlarni yolg'ondan ajrata olmaydi. Bu borada fikringizni izohlarda qoldiring, kanalga obuna bo'ling va har doimgidek sog' bo'ling, omon bo'ling. Meni rivojlantiring.